Mana shunaqa multiradarga tushgansiz, to'g'rimi? Mashina olib. Necha tezlikda tushgansiz? 172. 172 tezlikda tushirilgan, lekin 172 bo'ladimi, 200 bo'ladimi, 300 bo'ladimi, hammasi bekor qilsa bo'ladi. Sababi bu yerda asosiy muammo tezlik bilan bog'liq emas. Asosiy muammo bularning noqonuniy ishlashi. Ya'ni bu noqonuniy ishlaydimi? Buni hammasini bekor qilamiz. Sud tartibida albatta. Nega o'zi tez yurdingiz bunaqa? Bansiga ketadi bunimda kech payt. Bansiga borganingizda sizga spravka berdimi? Mana shu kuni odam spravka bergan bo'lishi kerak lekin. Spravka bergan bo'lsa, uni bemalol bekor qilsangiz bo'ladi, muammosiz. Sudga ham borish shart emas. Agar bekor qilib berishmasa, sud tartibida bekor qilishingiz to'g'ri keladi. Nima qilish kerak? Nima masalasi qanday uni? Telegramdan qonuniy jarima botini topib olib, u yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan arizani tanlab, jarima qarorini PDF shaklida yuboramiz. Shundan so'ng o'zimizga qulay bo'lgan sudni tanlab, telefon raqamimizni yozib qoldirishimiz kerak bo'ladi va sekundlar ichida bot bizga arizani tayyor holatga keltirib yuboradi. Bu yerda biz qo'llanmani olishimiz mumkin va video instruksiyani olishimiz mumkin bo'ladi.